2158-yil. Zamonimiz tubdan o'zgardi. Mana Instagram va TikTok yulduzlari uchun, ya'ni mashhur blogerlar uchun adiblar xiyoboni yaratib qo'ydik, ularning haykallarini qo'ydik. Mana yosh blogerlar uchun banklarda subsidiya, like, kommentariya tekinga 5% tarqatilyapti. Bu ham bir yutug'imiz bizni. Ukajon, nechta podpischikingiz bor? 8000 bo'ldim aka. 8000? Uyat ukajon, uyat. Boring, yoshlar uchun subsidiya berilyapti banklardan. Komment, like'lar oling. Boring. Mana bejizga bu yilni Instagram va TikTokda qadrlash yili demadi azizlar. Harakat qilaylik. Aka, salfetka oling. Qancha bu bolam? Aka, bor yo'q 3 ta like. 3 ta like? Ha. 3 ta like sen naylansin. 5 ta like bosaman. Va komment ham qoldiraman ukajon. Rahmat aka. Uka. Qaysi bekat bu? G'ofur G'ulom aka. G'ofur G'ulom. Nima uchun Dilmi emas? Nima uchun Mitti Vines emas? Zamondan orqada qolyapmiz uka. Nega bannerlarda Munisa? Nega Munisa rasmi turish kerak? Nega Hanna emas yoki Bonamur emas yoki bu Azada Vines emas? Bularni ko'rib chiqish kerak. Like bosing, komment yozing, giviga homiy bo'ling. Like bosing. To'g'ri. Giviga homiy bo'ling. Hop, qancha prognoz? O'rta Osiyoda rekord aka. 1 million prognoz. 1 million? Aka. Yo, kam. Ishlang ustida ishlang. To'xta aka, hech bo'lmasa like bosib keting. Ustoz, kinoteatrga tarbiyaviy zo'r kino kelib ko'rgani bor edi. Kino? Hey! 1 soatlik kinoni ko'rgandan ko'ra Instagramga kirib 1 minutlik vayni ko'rib tarbiya olsang bo'lmaydimi? Boring qol. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizni yana qanday zamonlar kutmoqda?